Covington Cross. Bosh rollarda Nigel Terry, Cherry Langi, James Faulkner, Jonathan Firth, Ben Porter. Prodüser Aida Young. Senaryo muallifi Gil Grant. Rejissor William Dear. Bastakor Carl Davis. Film O'zbekiston televideniyasining buyurtmasiga binoan O'zbek telefilm studiyasida dublyaj qilindi. Dublyajda artistlardan Ra'no Yarasheva, Zuhra Ashurova, G'aybulla Hojiyev, Hojakbar Komilov, Elyor Nosirov, Farziddin Fayozov va boshqalar ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Kamoliddin Usmonov. Ovoz rejissyori Svetlana Abdurahimova. Rejissyor yordamchisi Matyoqub Orziyev. Muharrirlar Munira Asadullayeva, Burxon Umarov. Tarjimon Nilufar Alixonova. Birinchi qism. Ta'sirda qilishbozlik qilish mumkin emas deb senlarga necha marta aytish kerak. Kechiring ota. Kechiring. Eslaring joyidami? Bu nimasi? Hamma yo'lni ostini usti qilib tashlabsanlar-ku. Mashq qilayotgandik. Nima? Mashqlaring shumi? Yo'q, ser. Xo'sh, unda nima? Nega indamaysanlar? Hammasini u boshladi. Yolg'on. Yetar. Qani darhol bu yerni tartibga keltiringlar-chi. Tezroq. Avliyota! Avliyota! Shu yerdaman. O'g'lim qani? Qaysi biri? Qaysi biri bo'lardi seni o'qitayotganda? U shug'ullanyaptimi? Ha, albatta. Xo'sh, qalay? Yomon emas. Hozircha U yaxshi. cherkovda xizmat qilishga tayyormi? Hozircha lotinchani o'rganyapti. Lotincha o'zgaribdi-da. Lotincha juda qiyin ekan. Menimcha aksincha. Sen bilan keyin gaplashaman. Elinor qani? U xonasida. Hozircha bormaganingiz ma'qul. Menga aql o'rgatishga hali yoshsan. Bu yerda men xo'jayinman. Qayerga xohlasam o'sha yerga boraveraman. Buni hamma qulog'ingga qo'yib ol. Meni o'ldirib qo'yishing mumkin edi. Taqillatish kerak edi. Lady Elizabeth senga musiqani o'rgatadi. Xohlamayman. Ammo shunday qilishga to'g'ri keladi. Nega? Chunki xonimlarga qurol yarashmaydi. Menimcha Lady Elizabeth sizga yoqishga harakat qilyapti. Nega hammang men bilan tortishasanlar? Qaysi ota o'z farzandiga yomonlikni ravo ko'radi? Hayotda o'z o'rinlaringni topishinglarni xohlayman, xolos. Men hayotdan ko'z yumgandan keyin qiynalib yurmanglar deyman. Kechirasiz. Kim bo'lasan? Jasperman, milord. Suratingizni chizmoqchiman. Men seni taklif qilganim yo'q. Bu Elizabet xonimning topshirig'i. Oh, qanday iltifot. Mayli, chiza qol. Buning uchun milord biroz vaqt ajratishingizga to'g'ri keladi. Qanaqa vaqt? Suratni aynan o'zingizga o'xshatish uchun. Mehribon va rahmdil Tangrim, bergan ne'matlaringga shukr. Xaloskor qirolimiz Edvardni, vatanimiz Angliyani o'z panohingda asra. Sevimli rafiqam, ajoyib ayol. Bolalarimni onasi Annani ruhini shod ayla. Oilamizni kuchli va mustahkam qil. Oramizdan mehr va oqibat ko'tarilmasin. Yaratgan Tangrim, bizlarga ikki dunyo saodatini ber. Amin. Amin. Qildan yomon ovqatga o'xshamaydi. Menga oyog'i. Nihoyat ovqat yeydigan bo'ldik.
O'ttir, ochko'z. Chig'iga tegaverma, yana bir bo'lak. Qani, Bir ishni hal qilishimiz kerak. non uzator. Menga ham uzatib yuborsang-chi? Menga ham non. Biznikiga nozik mehmon keladi. Qani tinchlaninglar. Bilaman, sizlarga bema'ni gaplar muhimroq. Shuning uchun gapimni qisqa qilaman. Ertaga oila a'zolari nomidan Fransiyadan Delacroix keladi. Bu katta ahamiyatga molik tashrif. Unda yaxshi ta'sirot qoldirishimiz kerak. Savollar bormi? Nega endi men ritsar bo'la olmayman? Chunki sen rohib bo'lasan. Rohib bo'lishni istamayman. Cedric, men onangga katta akang salb yurishga jo'naganda kenjamiz rohib bo'ladi deb so'z berganman. Chunki rohiblar jang maydonida hech qachon qon to'kmaydilar. Tushunarlimi? Ritsar bo'lishga yo'l bo'lsin. Ritsarlik ulug' sharaf. Eng sharaflisi ritsarning bosh o'g'li bo'lishdir. Qolganlari uning shuhratiga sherik bo'ladi. Ayollarga esa umuman hech narsa yo'q. Juda to'g'ri, chunki ular ayolda. Nima deyapsan? Sendan kam joying bormi? Xo'sh, qo'lingdan nima keladi? Ot minishni biladi. To'g'ri. Nega endi men qandaydir ahmoqona musiqadan dars olishim kerak? Shamshirni ham ko'tara olmaysan. Odatda ayollar erkaklarning ishlariga aralashmasligi kerak. Tushunarlimi senga hammasi? Sen esa hech qachon kamondan menchalik nishonga ola olmaysan. Esingdami oxirgi ovda nima bo'lgani? Nima bo'luvdi? Meni qirol chorlayapti. Malens bitim tuzishni taklif qilyapti. Alliance? Har xil kelishmovchiliklarni bartaraf qilib, ahil qo'shni bo'lmoqchi. U tevarak atrofdagi yerlarni qo'lga olib bo'ldi. Endi bizniki ko'z olaytiryaptimi? Qirol hech narsani bilmagandan keyin albatta ko'ngliga nima kelsa shuni qiladi-da. To'ydan oldin nog'ora chalmanglar. Malens aslida yomon odam emas va taxtga sodiq bo'lgan. Richard William, tongda jo'naymiz. Cedric, Men fransuz mehmonni kutaman. men senga ishondim. Bu juda muhim ish. Mehmon bilan muloyim muomalada bo'l. Xo'p bo'ladi, otajon. Qizim, Elizabet xonim bilan til topishga harakat qil. Omad yor bo'lsin. Ko'rishguncha, Cedric. Uka, yaxshiroq o'qi. Senga Injil olib kelamiz. Jig'ingga tegishyapti. Aslida seni yaxshi ko'rishadi. Yo'q. Men bilaman. Yaxshi, lekin otlarning ayollari meni muhabbatimga bardosh bera olarmikin? Keyingi torning tovushi mana bunday yangraydi. Meni onam arfani ilohiy cholg'u derdilar. Men 7 yoshimda arfa chalib, insonlarni sehrlay olaman deb o'ylardim. Meni esa 7 yoshimda onam vabodan o'lganlar. Sen meni yoqtirmaysan-a? Sizga buni nima farqi bor? Senga o'zi nima yoqadi? Arbalet. Chunki u juda ajoyib qurol. Elizabet xonim, bu sizga yoqadimi? Sen shuni istarmiding? Sizga 3 ta erkamlik qildimi? Otamni tinch qo'ying. Biz bir-birimizni yaxshi tushunamiz. Men unga faqat yaxshilikni xohlayman. Uni tinch qo'ying. Sizni unga ham, bizga ham keragingiz yo'q. Edward, Angliya qiroli, Irlandiya hukmdori, Akvitaniya gersogi. Men sizni xizmatingizga tayyorman. Seni ko'rganimdan xursandman, Tomas.
Sen hamisha faxriy unvonlarni ulug'laysan. Bular kim? O'g'illarim Richard va William. Thomas. Malins bir fikr taklif qildi. Xabarim bor. Nizolarga chek qo'yish vaqti keldi. Meni shotlandiyaliklar cho'chityapti. Fransuzlar harakatga tushib qoldi. Seni yerlaringda esa qaroqchilar bosh ko'tarmoqda. Hozirgi vaqtda inglizlar birlashmog'i lozim. Men tinchlik tarafdoriman. Malinsga quloq sol. Men hammasini tayyorladim. Keyin shu yerga olib keldingmi? Sen mehmon emassan. Bu yerda yayrab yuraman deb o'ylamay qo'ya qol. Tushundingmi? Ha, bekam. Yaxshi. Qanday tushunding ekan? Qattiq qo'lligam evi bilan-da. Xizmatkorlarni ishontirmoqchi edim. Juda oshirib yubording. Meni ko'rgani ko'zing yo'qdir-a? Ha, Sevasanmi? abadiy. Hozircha shu yerda uchrashib turamiz, keyin bir gap bo'lar. Men seni sevaman, Jasper. Va har doim sevgimga sodiq qolaman. Kayfiyatlaring qalay? Janob oliylari, biz o'z manfaatimiz yo'lida juda ko'p xatolarga yo'l qo'yibmiz. Men nohaq ekanman. Uzurimni Sir Thomas Gray qabul qilishini so'rayman. Dono kishilar ham yanglishadilar. Ulug' insonlar xatolarni tuzatadi. Men ham juda ko'p xato qilganman. Shunday ekan, biz John Malins bilan kelishib olamiz. O'tgan ishga salovat. Qadaq so'zi. Qo'shnim Richard Sir Thomas, ya'ni do'stim uchun. Do'stligimizni yanada mustahkamlash maqsadida qizing Eleanorning qo'lini o'g'lim Henryga so'rayman. Men buni kutmagandim. Xo'sh, nima deysan, Thomas? Bir qarorga kelish oson emas. Eleanor menga qasam. Thomas, nima deysan? Mayli. Men roziman. Dasturxonga marhamat. Jangchilar qal'aga kirgach, yog'och otning ichidan chiqib, troyanliklarga hujum qildilar. Menelay, Ahilis, Ajax va Odisseylar Miken shohi Agamemnon boshchiligida Paris tomonidan olib qochilgan Meleneyning xotini Yelenani qutqarishdi. Kimni? Janob Cedric, Fransuz. Meni afv eting. So'zingizni bo'lishga majburman. Qadimgi tarix juda qiziqarli, lekin borishim kerak. Men tezda qaytishga harakat qilaman.
Kim yomon? Rohibmi, fransuzmi? Rohib. Albatta rohib. Genevieve Delacroix. Bir o'zingizmi? Boshqa hech kim yo'qmi? Yolg'iz keldingizmi? Sizga nima bo'ldi? Men yaxshiman. Juda yaxshiman. Ko'ngildagidek. Siz kimsiz? Cedric. Ser Cedric. Nega bunday qildingiz? Boshqa choram yo'q edi. Yo'q deyishingiz mumkin edi-ku. Bu sen o'ylaganchalik oson emas. Nimasi qiyin ekan? Uni hatto ko'rmaganman ham. Uni sevmayman. Men ham shunday uylanganman. Nikohning muhabbatga aslo ahamiyati yo'q. Men uchun ahamiyati bor. Otam ham, bobom ham shu tarzda uylanishgan. Bu azaliy odat. Bu noto'g'ri. Shu paytgacha seni ko'nglingga qarab keldim. Sen endi yosh bola emassan. Mustaqil hayotga qadam qo'yadigan vaqting keldi, qizim. Taqdirimni o'zim hal qilmoqchiman. Senga barcha shart-sharoitlarni men yaratdim. Qal'a, butun yer mulk, non, go'zal turmush osonlikcha bo'lgani yo'q. Men bunga narx-navoni pasayishi, majburiy bitimlar, o'ta notinch zamonlarga bardosh berib erishdim. Sening taqdiringni hal qilish meni qo'limda. Bu meni vazifam. Meni sevgin deb seni majburlamayman. Lekin menga itoat etishga majbursan. Bu seni burching. Burching. Burch? Demak, nikoh burch ekanda. Seni onang buni bilardi. U o'lgan. U tushungan bo'lardi. Menimcha siz hayolat dunyosida yashayapsiz. Elinor, tushunishga urinib ko'r. Men hammasini tushunaman. Gap shundaki, meni qandaydir mulk singari bozorda sotyapsiz. Sen unga turmushga chiqasan. Mallenslar bilan Greylar xonadoni birlashadi. Bu siyosiy birlik. Shunday bo'lishi kerak. Shunday bo'ladi ham. Bo'ladi. Biz fransuzni olib ketamiz. O'zim olib boraman. Sen qo'yaver, o'zimiz olib ketamiz. Tushunarli. O'zi qayerda? Shu yerda. Delacroix qayerda? Genevieve Delacroix. Otam nega bunday qildilar? Hammasi ham yomon emas. Nimasi yaxshi? Onam nimani yaxshi ko'rardilar? Men bilaman, onam saxiy, go'zal ayol edilar, biroq ularga nima yoqar edi? To'g'ri. Ularga nima yoqardi? Ular kuylashni yaxshi ko'rardilar. Siyosatdan zerkardilar. Yaxshi tarixni sevardilar. Ayniqsa kulgililarini. Hech qachon hech narsadan nolimas edilar. Har holda meni yaxshi ko'rmas edilar. Ular seni yaxshi ko'rardilar. Sening jasurligingdan zavqlanardilar. O'zlari unchalik doyurak bo'lmaganliklari uchun orzularini senda ko'rardilar. Men nima qilay? Irodangni jamlab, burchingni ado et. Yo'q! To'xta! To'xtang! Yo'q! Qo'yib yubor uni! Qo'yib yubor! Qo'yib yubor, la'nati! Qo'yib yubor uni! Sizga nima kerak?
Ketdik. O'tam duo qilaman. Tangri senga yor bo'lsin. Yaqinda tantanalar boshlanadi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Meni yerlarim ichida eng yaxshisi Chelsea Field. Bu hali taklif. O'ylab ko'rishim kerak. Menimcha xafagarchiliklarni bari ortda qoldi. Biz sen bilan bir qarorga kela olmasak, to'y haqida gap bo'lishi ham mumkin emas. Xo'sh, nimani taklif qilasan? Kichikroq bir yerni. Bu yerning qimmatli joyi bormi? Bor ekan. U yer chiroyli, go'zal, manzarali, Sovuq, nam, hayotiy ehtiyoji yo'q. yaylov. U yerda qo'ylar o'lgudek sovuq qotadilar. U yerning bahosi unchalik ahamiyatga ega emas. Muhimi maqsadni aniq belgilash va do'stona munosabatlarni o'rnatishda deb o'ylayman. Xo'p. Kelishdik. Uy qurgunimcha vaqtincha otamligida yashab turamiz. Sizda pulam, cho'ri ham bo'ladi. Muhimi siz qachon ko'chib borishingizni hal qilishim kerak. Bizni bolalarimiz bo'ladi. Albatta. Bu haqda keyinroq. Siz juda go'zalsiz. Siz ajoyib rafiqam bo'lishingiz mumkin. Otamga juda achinayapman. Ammo Goldali Genriga turmushga chiqmayman. Shuning uchun Covington Crossdan bosh olib ketyapman va hech qachon qaytmayman. U yo'q. Yaxshiroq qidirdingizmi? Ha, qishloqni, atrofdagi xonadonlarni hammasini qidirib chiqdik. Hech qayerda yo'q. Ajabo, qanday qilib? U hali yosh bola edi. Ahmoq, qaysar. Biror nima degandimi? Yuring. Charchadingiz, ketdik. Men uni hech tushuna olmayapman. Uni o'z dunyo qarashi bor. Nima bo'lganda ham uni tinchlantirish kerak edi. Bu biror narsani o'zgartirarmidi? Hech kim mukammal emas. Na ota, na qiz va na yoru do'stlar. Men seni hech kimga bermayman. Qaytib bormayman, Jasper. Sen bilan qolaman. Seni bu yerdan topisha olmaydi. Elinor, bir ish qilishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'rish kerakmidi? Jasperga qilgan muomalangni eshitib, seni bo'lmag'ur qizsan yoki telbalarcha oshiq bo'lgansan degan fikrga keldim. Jasper, bir aylanib kel. Biz gaplashib olishimiz kerak.
Demak, shu yerda yashamoqchisan. Ha, agar kerak bo'lsa. Qani meni 18 yoshim. Otang sendan juda xafa. U meni aldadi. Sen unga Jasper haqida gapirganmiding? U baribir o'z bilganidan qolmaydi. U nikoh haqida fikrlaganday, sen ham u haqida shunday fikrlayapsan. Nimani kutyapsiz? Meni topganingizda borib aytishingiz mumkin. Sen ham, otang ham o'z davrlaringni qurbonisiz.lar. Uning boshqa dunyosi yo'q. Sen esa hammasini o'zgartirishni xohlayapsan. Iltimos qilaman. Men unga aytmayman. Menga yordam berasizmi? Men sevgini nima ekanligini juda yaxshi bilaman. Axir biz ayollarmiz-ku. U kishi bilan biz oldi-sotdini boshlaymiz. Sen narxni oshirasan, u esa rozi bo'lmaydi. Men sendan narxni tushirishingni iltimos qilaman. Sen esa yo'q deganday boshingni chayqatasan. Rosa bahslashganimizdan keyin men jahl qilib chiqib ketaman. Sen tug'ishgan jigarim bo'lganing uchun biroz narxni tushirasan. Keyin u albatta rozi bo'ladi. So'ngra biz dastlabki narxdan ancha baland narxda bitim tuzamiz. Shunda otamiz ham xursand bo'ladi. Men yomon otliq bo'lib qolamanmi? Yo'q, unchalik emas. Men xohlamayman. Sen unga yoqmoqchisan. To'g'ri. Sen xudbinsan. To'g'ri. Sen o'z manfaatingni ko'zlab, bitimni buzishga haqqing yo'q. Men xasis bo'lishni xohlamayman. Bu mening rejam. Boshqasini o'ylab top. Bu ajoyib reja. Qanaqa reja? Sen bor rohibim bilan kitobingni o'qi. U meni doim qamab qo'yadi. Obbo, bu qanaqasi? U kiruvdi, men eshikni bekitib qochib qoldim. Xo'sh, qanaqa reja? Men xasis emasman. Bo'pti, seni tushundim. Bu rejaga Nega amalga har doim oshmaydi. yaxshi-yu, men yomon? Nega har doim uniki chin u, meniki yolg'on? Nega axir hamma uni yonini olaveradi? Sen ham uni ham yonini olyapsan. Mana, ko'rib turibsanmi? Yo'q, bo'lmagan gap. Barbikenni berasizmi? Ha. U Jon Malinska o'tayapti. Kamchil sep. Qo'ysangchi. Lekin Malins hali Elinor haqida bilmaydi. Qiziq. Bordiyu siz qizingizni umuman ko'rmassiz. Uni topa olmaydi deb o'ylayapsanmi? Odam yollab qidirtirsangiz uni albatta topib kelishadi. Lekin ilgarigi Elinor bo'lmaydi endi. Uni ko'zidagi quvonchni aslo ko'ra olmaysiz. Meni qo'llayotganingiz uchun tashakkur. Siz qo'lidan ushlab yetaklab yurgan, sizni ertaklaringizni jon qulog'i bilan tinglagan, sizni yurakdan sevgan qizingiz endi yo'q. Siz uni aslo baxtli ko'ra olmaysiz. Seningcha men xursandmanmi? Uni xo'rlamang. Bu dunyoning ishlari shunday hal bo'ladi. Dunyo ko'rishni xohlagan odam emas, odam ko'rishni xohlagan odam bo'ling. Seni ham erga berishgan. Men erimdan nafratlanardim. Sen nikohni badnom qilyapsan. Shunaqa nikoh. Mening nikohim ajoyib edi. Ha, men ko'p marotaba eshitganman. Bu haqiqat. Anna o'zini qandaydir buyum sifatida sotilayotganini his qilganda nimalarni o'ylagan ekan? U meni sevardi. Ortiq bu haqda gaplashishni xohlamayman. Qancha gapirsangiz gapiravering. Ammo haqiqatni yashira olmaysiz. Siz qizingizni qullikka berdingiz. Men so'z berganman. Bila turib cho'g'ni bosganingizdan keyin bergan so'zingiz bilan o'zingiz ovutavering. Elinor Goltali Genriga turmushga chiqadi dedimmi? Chiqadi.
Meniki. Meniki. Sen o'zi kimsan? Oblah! Hammasi shumi? Bori shu. Bizga ko'proq kerak. Mulklariga o't qo'y. Ular qarshilik ko'rsatdilar. Ser Tomasni barbekanini sen tufayli oldim. Endi orqali Tristonga bitta yo'l bor. U yer juda boy. Biroq ojiz. Bu yerni oson bosib olishimiz mumkin. Lekin biz qishgacha armiyani to'plab olishimiz kerak. Xudoga shukr. Endi nima bo'ladi, dada? Birga bo'lamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Elinor yo'q. Endi uning ko'zlarida quvonchni aslo ko'ra olmaysiz. Thomas Gray. Nima uchun kelding? Ish va ahmoqona xabar olib keldim. Biz kutgan to'y bo'lmasligidan qo'rqayapman. Tushunmadim. Tushuntirish qiyin bo'lgan sabablar paydo bo'lib qoldi. Hali o'zim ham tushunib yetganim yo'q. Iltimos, mening eng boy yerlarimdan biri bo'lgan Chelseafieldni sep sifatida qabul qilishingni so'rayman. Sen uchun bir parcha yerni berishga achinmayman. Yo'q. Biz shartnoma tuzganmiz. Sen insofsizlik qilding. Mening qizim Goltali Genriga turmushga chiqmaydi. Mallensar xonadoni sendan qanoatlantirishni talab qiladi. Nimani taklif qilasan? O'limga jang qilish. Men qilishni tanladim. Kelishdik. Qayerda uchrashamiz? Vijdonsiz men emas, sensan, Ser Tomas. Sen qilichini Goltali Genri bilan to'qnashtirasan. Roziman. Men Genrini o'tgan yili musobaqada ko'rgandim. U eng yaxshilardan biri edi. Agar jang bo'lsa men chiqardim. Otam bunga hech qachon ruxsat bermaydi. Goltalik Genri uni o'ldirib qo'ymasaydi. Men onamni eslay olmayman. Onangga juda o'xshaysan.
Men Elizabet xonim bilan gaplashdim. Ota, bormang. Borishim kerak. Mayli, men Genriga tegishga roziman. Bu haqda unga o'zim aytaman. Yo'q. Yo'q, otajon. Men sizni yaxshi ko'raman. Men uni yo'q qilaman. Sen u bilan jang qilmaysan. Jang qilmayman. Yakkama-yakka jangni hojati yo'q. U albatta o'lishi kerak. Mabodo u yengib chiqsa-chi, axir o'z vaqtida usta jangchi bo'lgan. Uning davri o'tib ketdi. Demak, Tomasni kelishiga 5 ta odamni pistirmaga qo'yasan. Ular Tomasni o'ldirganlaridan keyin uni jasadini o'z yeri yaqindagi yo'lga tashlab yubor. Odamlar Ser Tomasni qaroqchilar talabdi deb o'ylashsin. Uni o'g'illaricha. Ular bilishadi-ku. Qirol kimga ishonadi? Opasining nikohiga qarshi bo'lgan bolakaylargami yoki nizolarni tugatmoqchi bo'lgan sodiqlargami? Qanday yangiliklar bor? Hammasi joyidami? Hammasi reja asosida ketyapti. Ser Tomasni bir o'zi keladi. U adolatli jang bo'ladi deb o'ylayapti. O'zimni donoginam. Jang chog'ida xayolim sizlar bilan bo'ladi. Bu yakkama-yakka jang. Tag'in men kelgunimcha qal'ani buzib yubormanglar. Nega to'xtadik? Menda bir fikr bor. Yaqinroq tanishishga hech imkon bo'lmagandi. Kel. Menga nimani bilsang, hammasini aytib ber. Azizam Anna, men har jang oldidan seni yoningga kirardim. Meni sovutda ko'rish senga yoqardi. Barcha qurol aslahalarimni har doim sinchiklab tekshirarding, chunki beva qolishdan qo'rqarding. Seni hayotdan erta ko'z yumishingni kim bilibdi deysan? Endi bolalar senga o'xshab mendan xavotirlanishyapti. Chunki ular Anna muhabbatimiz mevasi. Uni qo'yib yubormaylik. Uni qanday qilib to'xtatasan? Ko'p gapirmay miyagini ishlat. Cedric, qo'yib yubor. Yo'q. Nari tur, bo'lmasa abjag'ingni chiqarib qo'yaman. Bolani tinch qo'y. Men bola emasman. Ritsormisan? Bo'lmasa ritsorlarda kurash. Женевьева.
3 tonka mushlashyapti. Otamiz esa pistirmaga ketyapti. Sizni Sheneviyevangiz josus ekan. Hammani ogohlantiringlar. Muttahamlar yer mulkimizga o't qo'yishmoqchi. Xo'p bo'ladi, xonim. Mallinsti qal'asiga borish kerak. U yaxshi qo'riqlanadi. Bizning odamlarimiz kam. Cedric, men hammasini tayyorladim. Tushunarlimi? Topdim. Ko'rinishing yaxshi. Olg'a. Biz tayyor. Goltalik Henry. Siz. Men ulug' ritsar Thomas Greyni shaxsan o'zim sharmanda qila olmayman. Eshikni ochinglar. Menda Lord Mallinsga muhim xabar bor. Namuncha baqirmasang. Ular qurolsiz. Mayli, ochaver. Bu senmi? Men. Chakki emas. Tugadi. Sir Thomas, bu safar uni tutib olishga ulgurdik. U qaroqchilarni olib kelayotgan ekan. U tepalikdan bizning o'ylarimizni qanday yonayotganini tomosha qilgan. Goltalik Henry. Taqdiring o'z qo'lingda. Yo'q. Ota. Unga qilish bering va aralashmang. Mana endi butun ijo bilan xayrlashaver.
Men seni hoziroq u dunyoga ravona qilishim mumkin edi. Ammo biz seni Tangri va qirol oldida qonuniy sud qilamiz. Lekin baribir musiqa darslaridan qochib keta olmaysan. Bu ishlarning boshida Jon Maylens turgani haqida gapirmadingiz-ku? Bizda dalil yo'q. U hamma vaqt qirolning yonida edi. Ehtimol u o'g'lini xoinligi haqida hech narsa bilmas. Cedric, Elinor. Biroq meni sukunatim yaxshilik olib keldi. Jon Maylensga bizning buzilgan uylarimizni tiklab berishga to'g'ri keladi. Richard, Williams. Jon Maylens oilangizni yo'q qilishga harakat qilishi mumkin. Albatta. Biroq bu oila bo'sh kelmaydi. Ana endi mendan ko'rasan, hozir kallangni olaman seni. Xo'sh, so'zlarimga iqrormisan? Mening bir do'stim aytganidek, hech narsaga qaramasdan dasturxonga marhamat. Cedric, men hammasiga tushundim. Kimdir ovqat haqida gapiryaptimi? Och qolib ketdim, yordam ber. Birinchi qism tugadi.